Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun shanba. Hamma menimcha ishdan bo'shagan bo'lsa kerak. Men bugun mana shu akkauntimdan bo'g'imlar bo'yicha mana shu bo'g'imlar bo'yicha bilgan hamma masalaga aytmoqchi bo'lgan narsamni qisqa mana bu reelslarimda ko'rsatgan, aytib o'tgan narsalarimni efir qilib hammasini nima qilish, sizlarga yetkazish niyatida bugun efir qilishga qaror qildim. Chunki mana bitta nimamni bugun mana 2 kundan beri 200 dan oshiq odam telefon nomeri qo'yapti-da. Uni har bitta ulgurgunimcha ulgurdim. Ko'pchiligi bilan vaqtim bo'lmayapti gaplashishga. O'shaning uchun hammanglar kerakli ma'lumot olinglar. Agar efir oxirigacha eshitinglar, bu o'zingizlarga agar ma'qul topsanglar, shu programmaga kerak degan bo'lsanglar, boshqattalab